Barchani birdamlikka chorlovchi bayram Navro'z umumxalq shodiyonasi. Guliston shahridagi maydonlar, istirohat bog'lari bayramona bezatilgan va bayram sayli sirdaryoliklarning bugungi kun kayfiyatini ifoda etmoqda. Viloyatda nishonlangan Navro'z bayrami keksayu yoshga ko'tarinkilik ulashgani uchun viloyat hokimligi, tuman shahar hokimliklari, tashkilot, muassasalar hamjihatligi asosida bugun Guliston shahri ertakmonand qiyofa kasb etdi. Ishlab chiqilgan loyihalar, bayram dasturlari esa rang-rangdir. Shahar markazidagi bilimdonlar maskanidamiz. Turli millat va elat vakillari, folklor jamoalari jamlangan. Bu zaman baxtli zamon aman yor, yurakda yo'qdir armon aman yor. Bu zaman baxtli zamon aman yor, yurakda yo'qdir armon aman yor. Yurt boshimizni sarpon aman yor, aytamiz shukronalar aman yor. Bugungi bayramdan biz juda ham xursandmiz. Mana Yangi shahridan Ayajonlar folklor jamoasi bilan tashrif etdik. Men butun mana shu xalqimizni, mana shu ulug' ayyom, Navro'z ayyom bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Eng asosiysi bu onalar uchun tinchlik. O'zbekistonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Doimo gullab yashnasin. Xursandmiz. Rahmat. Bayramda milliy xalqona qo'shiqlar bilan birga turli millat va elatlarning qo'shiqlari, dil bayoni jaranglamoqda. Azrahi janona aroq chakidan gira, azrahi janona aroq chakidan gira. Meravi, xandakinon meravi. Bayramda namoyish etilgan buyumlar orasida farzandlarning qo'li bilan yaratilgan asarlarning borligi ham quvonarli. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi tashabbusi bilan tashkil etilgan bir qator loyihalar bayramga o'ziga xoslik berdi. Mana bugun viloyatimizda o'tkazilgan Navro'z bayramiga Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Sirdaryo viloyati bo'limi hamda viloyatimizdagi tuman va shahar bo'linmalari ham keng jalb etildi. Folklor jamoalari ham o'z chiqishlari bilan tomoshabinlarni o'zlariga jalb qilib kelmoqda. Mana shu zaminni, tinchlikni, mehr muhabbatni tarannum etgan qo'shiqni xirgoyi qilayotgan Sirojiddin Isroilovga mikrofon tutdik. Mana shunday bayramlar yoshlarga ko'tarinki ruh bag'ishlab, vatanparvarlik tuyg'usini ham oshirishga amin bo'ldim. Nega chaman istamasyan tog' sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Shu bir ham tog'chalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Shuningdek, bayram saylida viloyat axborot kutubxona markazi tomonidan kitoblar ko'rgazmasi ham namoyish etildi. Bayram sayliga chiqqan yurtdoshlarimiz namoyish etilgan kitoblardan bahramand bo'lish, xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bayram ahli shuningdek bir qator loyihalar asosida milliy ko'rgazmalar namoyishi, sportchilarning chiqishlari, teatr tomoshalari va sumalak sayli kabi yodda qolarli lahzalarga oshno bo'ldilar. Mustaqillik, hurriyat, aman yor, dillarda